Mo'jizalarga ishonasanmi? Yo'q. Mo'jizalar bo'lmaydi. Sifatli protez ortopediya va reabilitatsiya vositalari bilan ta'minlash maqsadida bepul ta'minlanadigan mahsulotlar ro'yxati 18 tadan 30 taga oshirilib, mahsulotlarni xarid qilish qiymatlari 3 baravardan 10 baravargacha oshirildi. Vositalarni onlayn marketplace'lardan tanlab olish va uygacha yetkazib berish xizmatlari yo'lga qo'yildi. O'tgan yilga nisbatan 2 baravar ko'p 102.500 nafar fuqaro ushbu mahsulotlar bilan ta'minlandi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazlarida joriy yilda 27.000 shaxs reabilitatsiya kurslaridan o'tdi. 2024-yilda 952 ta maktabda 1511 inklyuziv sinflar tashkil etilib, ularga 2201 nafar o'quvchilar jalb qilinib, o'tgan yilga nisbatan qamrab olingan bolalar soni 1.7 baravar oshirildi. Inson markazlarida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun 32 turdagi xizmatlar yo'lga qo'yilib, barcha markazlarda qulay muhit yaratildi. Nogironligi bo'lgan shaxslar o'z qiziqishlari va ko'nikmalari asosida o'qitilishiga hamda bandligi ta'minlanishiga ko'maklashish mexanizmi yaratildi. 2024-yilda 118 ming nafar nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligi ta'minlandi. Ushbu ko'rsatkich yil boshiga nisbatan 58% ga oshdi. O'zbekiston Paralimpiya qo'mitasi va Olimpiya qo'mitasi ta'sischiligida adaptiv sport turlari assotsiatsiyasi tashkil etildi. 254 ta sport maktablarida adaptiv sport guruhlarini tashkil etgan murabbiylarning oyligiga 50% ustama qo'shib berilishi belgilandi. Nogironlikning og'ir turlariga ega bo'lgan bolalar jamiyatdan ajralib qolishini oldini olish maqsadida respublika bo'yicha kunduzgi qisqa muddatli 66 ta g'amxo'rlik guruhlari tashkil etildi. Bolalarni g'amxo'rlik guruhlariga yo'naltirish natijasida ota-onalarning bandligi ta'minlanishi va ijtimoiy hordiq olishiga imkon yaratildi. Har bir inson uchun xavfsiz va farovon kelajakni birgalikda yaratamiz.